immigratsion islohotlar va iqtisod. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar. Mesxet turklari Amerikada katta jamoa. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda immigratsiya tizimi islohot va ta'mirga muhtoj, lekin Kongress masalani bu yil ham hal etishiga ishonch kam. Respublikachilar bu ish ijrosini demokrat prezidentga ishonib topshirmoqchi emas. Demokrat qonunchilar esa muxolifatni saylov yilida mavzuga siyosiy tus berayotganlikda ayblayapti. Immigratsiya tizimi islohoti aslida siyosiy emas, iqtisodiy masala. Asli muhojirlar yurti bo'lgan bu mamlakat uchun immigratsiya tizimini ta'mirlash ham qarz, ham farz, deydi ekspertlar. Kongress masala yechimini qancha uzoq sursa, muammoga har kuni yuz tutayotgan odamlar shuncha uzoq qiynaladi. Ayrimlari deportatsiyaga uchraydi, oilalar bir-biridan ajraladi. Masalani hal etish uchun boshqa sabablar ham bor, deydi Kantor. Islohot amalga oshirilsa, mamlakatimiz uchun iqtisodiy foydasi juda katta bo'ladi. Masalaning bu tomoniga e'tibor berilmayapti. Qonunga qarshi chiqayotgan kongressmenlar nazarida esa hukumat uzoqni ko'ra olmayapti. Nega endi biz Amerikada o'rtacha maoshni kamaytiradigan qonunni ma'qullashimiz kerak? Hujjatsiz muhojirlarga qonuniy maqom berishdan iqtisodiyot foyda ko'rishi mumkin. Chunki soliq to'lovchilar soni oshadi, davlat g'aznasiga qo'shimcha pul tushadi. Biroq uzoq muddatda hujjatni qo'lga kiritgan immigrantlar davlat imtiyozlariga da'vo qila boshlaydi. Masalaning moliyaviy jihatdan ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor. Ayrimlar immigrantlarning ma'lum toifasini hammadan oldin qonuniylashtirishni taklif qilmoqda. Masalan, Amerika universitetlarini tamomlagan xorijiy talabalar uchun ishchi vizalari joriy etilsa soz bo'lar edi, deydi mana bu talaba. Bu yerda o'qigan yoshlar oliy ma'lumotli bo'lib, bilimini mana shu davlat ravnaqi uchun sarflashi mumkin. Masala ijrosiga yondashuv turlicha. Aksariyat mutaxassislar islohotlar AQSh iqtisodiyotini kuchaytiradi degan fikrda.